Video Arya tomonidan Bangtan olami kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Biz bilan birga bo'ling. Ranjin 10-qism. Salom, men bugun plyajdaman. Siz mehmon olib keldingizmi? Ha, men bugun mehmon olib keldim. Biz u bilan ilgari boshqa shouda birgalikda ishtirok etganmiz. Men yana uni taklif etishni juda xohladim. Vau, qoyil, bu xuddi global shou kabi. Dronlarni qarang. Hatto bu yerga dron ham olib keldingizmi? Hoy, qalaysan? Sandul, bu yoqqa kel. Hoy, nega sekin yurib kelyapsan? Bu shou juda muhim shou, tez yurib kelishing kerak. Qanchalik muhimligini bilmaysanmi? Salom, men Sandulman. Ko'z o'ynagimni yechishim kerakmi? O'zingga qulay holatda turib ol va boshqatdan so'rashmoqchiman. Salom, men Sandulman, asosiy vokalist. Ayni biz endi suratga olishni boshlashimiz kerak. Sen tanishtirib bo'lding-ku. Men hali tanishtirib bo'lganim yo'q. Azizlar, mening YouTube'da shaxsiy kanalim bor. Unga obuna bo'lib qo'yinglar, xo'pmi? Bu juda muhim kanal, obuna bo'ling. Xo'sh, qanday qilib bugungi ko'rsatuvga tashrif buyurdingiz? U menga qo'ng'iroq qildi. Meni shoumda ishtirok etishni xohlaysanmi? Sening shoungda? Ha, mening shoumda bu juda qiziqarli bo'ladi. Ranjinmi? Biz u yerda nima qilamiz? Uni ko'rsatuvga kelganingda bilib olasan. Nima? Nima bo'lishini sen bilmaysanmi? Mayli, men boraman. U menga nima qilish kerak ekanini aytmadi. Men o'zim ham nima qilish kerakligini bilmayman. Oldin qayiqqa chiqib olinglar. U menga aytishni xohlamagan deb o'ylagandim. Uni rostda nima qilishni bilmaysanmi? Men bilmayman, rost aytyapman. Ular hozir aytishdi menga qayiqqa chiqing deb. Biz o'zi nima qilamiz? Bu nima bo'ldi? O'zi nima qilmoqchimiz? Qara, biz baliq ovlasak kerak-a? Bugun sizlar birgalikda baliq ovlaysizlar. Eng katta baliqni ovlagan uyga ketadi, ovlay olmagan esa bu yerda qolib penalti o'yinini bajaradi. Ya'ni shartni bajargach uyga ketadi. Men buni hatto taxmin qilmagandim. Nima? Qanaqasiga uyga keta olmaydi? Nimani aytyapsizlar o'zi? Bizning shouda shunaqa shartni birinchi bajargan uyiga oldin ketadi. Rostdanmi? Jisokchiga kelganda ham xuddi shunday bo'lgandi. Men shartni oldin bajardim va uyimga ketdim. U bu yerda qolib shart bajargandi. Nima, uni tashlab ketaverdingmi? Axir shou sharti shunaqa edi, shunga qildim. Nima, rostdan ketdingmi? Bu uchun vijdonim qiynaldi, lekin bu shou edi, shouning sharti shunaqa edi-da. Bizda mehmon uchun narsalar bor. Vau, qoyil, sizlar bizga kesak berasizmi? Xo'sh, buni nima ekanligini bilasanmi? Hozir juda mashhur bo'lgan Yupi sarqichlari. Ranjinda reklama. Bu Yupi sarqichlari o'qilib-nayli o'pichga ega. U juda mazali va hozirgi kunda trendda. U hozirgi kunda eng mazali sarqichlar. Rostdanmi? Senga ochib ko'rsataymi? Bu rostdan ham global darajada. Ha, biz global darajadamiz. Sen rostdan ham super yulduzsan, qoyil. Sen uchun ochib beraymi? Mayli. Hozir senga uni ochib beraman, ta'mini ko'rasan, o'zing baho berasan hozir. Rostdan juda mazali. Bo'pti, senga ham ochib beraman. Mah, ol. Nega men seni og'zingga solishim kerak? Shafqatsizsan, bilaman. Bu rostdan zo'r ekan. Senga yoqdimi? Kel menga yana ber. Bu yerda juda ko'p-ku. Hoy, uyalmaysanmi shuncha olishga? Axir bu yerda juda ko'p-ku. Bitta bersang nima qiladi? Hammasini olsang tiqilib bo'lasan. Ilgari baliq ovlaganmisizlar. Biz birgalikda 2 yoki 3 marta baliq ovlaganmiz. Ha, to'g'ri. 1 marta qayiqda, 2 marta qayiqsiz baliq ovlaganmiz. Bu yerda qanday baliqlar bor? Tuna, qirol makkel baliqlari bor. Vau, qirol makkel. Sen buni bilasanmi? Ha, makkelni uzuni. Nima, unday emasmi? Agar qirol orkinos bo'lsa, orkinosning kattasi bo'ladimi? Bor, anavi tarafga yo'qol. Qancha vaqt beriladi? Baliq ovlash uchun jami 40 daqiqa vaqt beriladi. Nega 40 daqiqa bilasanmi? Chunki biz sekin harakatlanamiz. Agar tez harakatlansak, boshqa qayiqqa borib urilib, halokatga uchrashimiz mumkin. Xavfli hududmi bu yer? Ha, juda xavfli hudud. Bortda boshqa kema chiqib qolishi mumkin va unga urilib ketishimiz mumkin. Mahkam ushlanglar, tezlikni oshiramiz. Tezlikni oshiramiz deyishdi. Chunki bu yerda hozir umuman boshqa kema yo'q, shuning uchun. Qara, ko'rmasam bitta ham kema yo'q-ku. O'zing ana bu yerdan kema chiqib qolishi mumkin deb aytding-ku.
Nega buncha ko'p gapirasan, a? Agar meni davrimda yashaganingda aniq tirik qolmasding, bilasanmi shuni? Meni davrim juda qiyin bo'lgan. Meni davrim deyapsanmi? Nima otam zamonida yashab qo'ydingmi? Nima qilibdi sendan 2 yildan keyin debut qilgan bo'lsam? Sen zo'rsan, jin. Salom kapitan, kelganingiz uchun rahmat. Janob kapitan, unga mayda baliqlarni ushlaydiganidan menga kattasidan bering. Yo'q, unday qilmang. Menga zo'ridan bering. Uni mana bunday ushlaysizlar va uchiga taqasizlar. Xuddi shunday qilib, tushundingizmi? Mana bunaqami? Mana shunday ko'rdingizmi? Qanday qilish kerak ekanini ko'rding-ku? Qanday qilish kerakligini ko'rding-ku? Senikini mutaxassis qilib berdi. Menikini o'zim qilsam, bu adolatsizlik bo'lgan bo'lardi. Endi suv ostida u haqiqiy baliqqa o'xshaydi. Rostdan bu juda zo'r. Endi uni suvga tashlaymizmi? Ha, keyin uni suvga tashlaymiz. Baliq ovlashda zo'rmisan? Men unchalik ham zo'rman deb ayta olmayman. Men baliq ovlashda juda zo'rman. Kutib turinglar. Hoy, kutib turinglar, to'xtanglar. Nima bu sirenaning ovozimi? Ular bizni guruhdagi kamerachilarmi? Yo'q, ular umuman bizni guruhdan emas. To'xtab turinglar, biz bilib olamiz. Nima bo'lyapti? Nega ular bizni yonimizga kelyapti? Salom, kimsizlar? Biz sohil xavfsizligidanmiz. Biz kemalarni tekshirib ko'rishimiz kerak. Kemangizga chiqsak maylimi? Ruxsat berasizlarmi? Biz bilan hamkorlik qilinglar. Biz hozir jinoyatchilarni qidiryapmiz. Ular nima deyishyapti? Ular bu yerga chiqishmoqchi ekan, tekshirib ko'rishlari kerak ekan. Nimani tekshirib ko'rishadi? Biz bortni tekshirib ko'rishimiz kerak. Ruxsat berasizmi? Biz baliq ovlaymizmi? Yoki ular ketganidan keyinmi? Qachon qilamiz? Menimcha ular ketishini kutishimiz kerak. Keyin ovlaymizmi? Ha, biroz kutib turaylik. Mana bu ikkita odamni tekshirib ko'rishimiz kerak. Meni pasportim yonimda emas. Iltimos, bizga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni berishingizni so'raymiz. Hujjatlarimiz yonimizda emas. Janoblar, biz shuni suratga olayotgan edik. Bu yerda ko'rsatuvni suratga olish jarayoni bo'lyapti. Biz buni qayerdan bilamiz? Sizlar jinoyatchi bo'lib chiqsangizchi, bizga hujjatlaringizni ko'rsata olmas ekansiz, biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Iltimos, ikkalangiz yaxshilikcha biz bilan keting. Iltimos, mana shu yerda o'tiringlar. Turib tursangiz ham bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Mayli, biz shunchaki hazil qilgandik. Men shunchaki baliq olib uyimga ketaman deb o'ylagandim. Bizni rejissyorlar shunaqa doim nimadir o'ylab topishadi. Baliq ovlamaymizmi? Endi agar kimsa uchun meni qayergadir taklif qilsa, bormaslikni yaxshilab o'ylab ko'raman. Keyingi safar seni kimsasiz orolga taklif qilaman. Bu shunchaki baliq ovlash emas, shundaymi? Men bizni rostdan ham politsiya olib ketyapti deb o'ylagandim. Men endigina qochish rejasini tuzishni boshlagandim. Ular bizni laqillatishdi. Men rostdan ham qattiq qo'rqib ketdim. Bu nima? Bu ham hazilmi? Nimalar yana hazillashyapsizlarmi? Rostdan shunaqami? Rostdan shunga minamizmi? Janubiy Koreya sohil xavfsizlik xizmati. Ularning vazifasi dengizda insonlarni qutqarish, dengiz atrof-muhitini ifloslanishga qarshi kurashish, dengizda terrorizmga qarshi kurash. Koreya sohil xavfsizligi. Sohil xavfsizligiga xush kelibsiz. Biz rostdan ham sohil xavfsizligiga keldikmi? Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Biz xavfsizlik xizmatida nima qilamiz endi? Men rostdan bu yerga olib kelasiz deb o'ylamagandim. Mana bularni kiyib olinglar. Nega biz bularni kiyishimiz kerak? Men shunchaki baliq ovlaymiz deb o'ylagandim. Salom, men sohil xavfsizlik xizmati inspektori Lee Seong Changman. Salom, men Jinman. Sohil xavfsizligi nima qilishini bilasizlarmi?
Ular dengizlar va dengiz atrofini aylanib yurib, u yerdagi muammolarni hal qilishadi. To'g'ri, bizning vazifamiz sohil va dengiz bo'ylarida aylanib yurish, u yerdagi insonlarni cho'kayotgan bo'lsa qutqarib olish, u yerdagi atrof muhitning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik kabi vazifalarni bajaramiz. Sizlar esa bugun bizning mashg'ulotlarimizda qatnashasizlar, bizlar bilan birgalikda bo'lasiz. Bizning hozirgi mashg'ulotimiz mana bu joyda odam cho'kayotgan bo'ladi, biz esa ularni qutqarib olishimiz kerak bo'ladi tepadan sakrab. Nima biz hamma? Yo'q, ular bizni vertolyotdan sakrashga majbur qiladimikan deb o'ylagandim. Rostdan vertolyot bo'ladi? Sizlar vertolyotdan sakramaysiz? Qo'nish maydoniga yetib keling, vertolyot kelyapti. Bu yerga vertolyot kelyaptimi, rostdanmi? Cho'kayotgan odam hozir bizni yordamga chaqiryapti. Vertolyotmi? Ular shu yerdan sakrashi kerak bo'ladimi? Bu juda ham boshqacha ko'rinyapti. Ular mana shunday qilib tepadan sakrashlari kerak bo'ladimi? Men hech qachon buni yaqindan ko'rmagandim. Qayerdan ham ko'rarding, ahmoq? To'g'ri aytasan. Mana shunday qilib jabrlanuvchini bog'lash kerak bo'ladi arqonga, keyin esa tepaga tortib olinadi. Bu yerda bizning eng katta dushmanimiz bu to'lqinlar hisoblanadi. Juda kuchli to'lqinlar bo'lgani uchun ularni qutqarib olish qiyinchilik tug'diradi. Kuchli shamol va to'lqinlar sababli biz ularni qutqarib olishda kechikishimiz mumkin. Nima tebranayotganligi sababli vertolyot qo'nayotganda yana ham tebranish kuchli bo'ladi. Shuning uchun ham buni kiyib olishimiz kerakmi? Qayrimizda jarohat olmaslik uchun, shundaymi? Bu juda ham qiziqarli bo'ladi ekan. Uni shu yerga qo'yamiz. Janob, meni eshityapsizmi? Meni eshityapsizmi? Puls normada, yurak urishi normada, sezgirligi yaxshi. Qorachig'i o'ziga kelyapti. Janob, yaxshimisiz? BTSni taniysizmi? B1A4 necha? BTSni qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rasiz? BTSdan biyasingiz kim? Iltimos uni qutqaringlar. Uni tezroq qutqarish kerak. Biz uni qutqarib qoldik. U tirik, u yashaydi, qoyil. Janob, yaxshimisiz? Endi unga hozir sun'iy nafas berish kerak bo'ladi. Burun yo'llarini yopishingiz kerak. Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan ish. Siz uni qutqarib qoldingiz. BTSdan Jinni ko'proq yaxshi ko'ring. Biz birinchi topshiriqni ajoyib qilib bajardik. Endi ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Biz bilan birga bo'ling. Men bugun juda hayron qoldim. Mana bu yerda ekskavator nima qilyapti? Bu bizniki emas, shundaymi? Biz ekskavator kerak emas, shundaymi? Ekskavatorni biz chaqirdik. Nima? Nega? Nega chaqirdingiz? Nima yerimiz, buni bilmaysanmi? Bu ko'rsatuv kimniki? Seniki? Meniki, demak menga yaxshi muomalada bo'lishing kerak. Sen esa menga ovqat olib berishing kerak. Har doim shunday qilaman-ku. Ko'p shunaqa qil. Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Bugun sohil bo'yida 5 ta o'yin o'ynaladi. Sohil xavfsizlik xizmatiga qarshi bo'lasizlar. Marhamat, bu yerga tashrif buyuringlar. Salom, men sohil xavfsizligi xizmati inspektori Li Song Changman. Sohil xavfsizlik xizmati 3007-guruh kapitaniman. Men xavfsizlik xizmati 3016-guruh kapitani bo'laman. Sohil xavfsizlik xizmati aviatsiya bo'limining uchuvchisi bo'laman. Sohil xavfsizlik xizmati post politsiya bo'limi xodimi bo'laman. Sohil xavfsizlik xizmati inspektori bo'laman. Bu yerda hozir jabrlanuvchi rolini ijro etgan inspektor ham bor. Jabrlanuvchi rostdanmi? Boya men jabrlanuvchi rolini o'ynagandim. Ha, to'g'ri, BTSdan Jinni yaxshi ko'radigan, ha, Dynamit qo'shig'ini.
BTSdan qaysi a'zoni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Menga V yoqadi. 저 B 좋아합니다. 아, B요? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Meni yaxshi ko'rmas ekansiz, demak men yomonman-a? Boring, Vini bo'limiga yo'qoling. Vining harbiy bo'limiga boring, xo'pmi? Sohilda ekanmiz, bizga xavfsizlik kiyimlari haqida tushuntirib bera olasizlarmi? Yoz kunlarida insonlar plyajga tushish uchun juda ko'p kelishadi. Bunday paytlarda sizlardan jaketlarni kiyib olishingizni so'raymiz. Bu jaketlar suvda cho'kayotganingizda sizni hayotingizni qutqarib qolishi mumkin bo'ladi. Uni kiyganingizda buni farqini juda yaxshi sezasiz. Hatto suzishda juda yaxshi bo'lsangiz ham, iltimos bu jaketlarni kiyib oling. Shunda sohildan yana ham ko'p bahramand bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Bugun biz Sokchin va Sandyol qarshiliklarini ko'ramiz. O'zingga birinchi jamoa tanlaysanmi? 쓰면 내가 정할게. Men senga ruxsat beraman. Shunday deyishingni bilgandim. Demak, men birinchi jamoa tanlayman. Qani, kimda ko'p energiya bor? 오케이. Qoyil, menda ikkitasi bor. 두명 거세고. Yana kim? Tanishganimdan xursandman do'stim. Energiyasi juda kamlar bu yerga kelsin. Energiyasi eng kamlar. Biz bugun birinchi bo'lib uyimizga ketamiz. Ularga qaramanglar, energiyamizni so'ndiradi ular. Jamoamiz nomi nima? Jamoamiz nomi Kim Sokchin bo'lsin. Chunki Iran BTSda hech qachon Kim Sokchin jamoasi yutqazmagan, doim g'alaba qozongan. 김석진 팀. 김석진 팀. Kelinglar, Lee Sandyol jamoasi bo'laylik. Lee Sandyol bu menga yoqdi. Sizga yoqdimi? 김석진 팀. 하나, 둘, 셋. 이상준 팀. Ular hatto ayta olishmadi. Birinchi raund. Sho'ng'ish, xavfsizlik jaketini kiyish, qutqaruv balonini otish, arqonlarni bog'lash, bayroqga yugurish. Tayyormisizlar? 화이팅 화이팅. 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 Suv ostidagi 3 ta kalit so'zlarni topish kerak. 준비. 화이팅 화이팅. 가자 가자. 찾아. Men hech nimani ko'rmayapman. Hoy, boshingizni ko'tarmang, sho'ng'ing. Hech nima ko'rmayapman axir. Sho'ng'ing dedim, sho'ng'ing. Topdingizmi? Yo'q, sizga aytmayapti. Rostdan ko'rmayapman. Bu Kim Sokchinniki. Brutto so'zi. Brutto nima qiladi? Bu xavfsizlikka bog'liq so'z bo'lishi kerak. Ular o'zi nima deyapti? Boshingni tiq, sho'ng'i deyapman senga. Nargi jamoadagi uxlab qoldimi? Men topdim. Topdingizmi? Nima deyilgan? Qutqaruv zonasi. 레스큐 존. Ikkinchisi qutqaruv sohili. 레스큐 존. 여단 구조. Qutqaruv zonasi. Qutqaruv sohili ikkinchisi. Jamoamdagilar xuddi o'zimga o'xshagan g'irromchi, qoyil. Yana topdingizmi? Yana bormi? 와, 근데 Favqulodda qutqaruv. Bu to'g'rimi? To'g'ri. Operatsiya zonasi. Bu xato. Yana bittasi bor. Bittasini topishingiz kerak. Favqulodda qutqaruv. Hoy, bizniki boshqacha. Bizning so'zlarimiz boshqacha. G'irromlik qilishni bas qiling. Boshqachami? Yaxshilab sho'ng'ing va ularni toping. Ammo menga hech narsa ko'rinmayapti. Qanday qilib gapiryapsiz? Sho'ng'i, boshingni tiq. Og'zing emas, ko'zingni och. Meni jamoamni qarang. Ular o'zi nima qilishyapti? Og'zingni emas, ko'zingni och, hay. Ular hech qachon topisha olishmaydi. Men rostdan hech nimani ko'rmayapman, rostdan. Boshingni tiq. Yig'lama lekin, xo'pmi? Yig'lama, faqat yig'lama, iltimos. Qarang, mana bu yerda bitta so'z bor. Qayerda? Mana bu yerda. Sohil qo'riqchisi. To'g'ri. Yana sho'ng'ing, men sizga topishaman. Qani bo'ling. Bizda bittasi qoldi, bitta. Bu yerda buncha harf ko'p bo'lmasa, men tushundim. Qutqaruv operatsiyasi. To'g'ri. Ular yana bittani topdi. Bizda atga bittasi qolgandi. Hammangiz kelinglar, bo'ling. Lekin bu yerda harf va bo'g'inlar juda ko'p. Qanday topamiz? Qutqaruv arqoni. To'g'ri. Ular allaqachon ikkinchi bosqichga o'tishdi. 할수 있어.
할렐루야 아니잖아. Birinchi so'z qutqaruv bilan boshlanadi. 건 맞아요. Qutqaruv raketi. 와 이거 진짜. Sizlar navbatingizni bermadingiz. Nima? Navbatingizni bermadingiz. Qo'l berish kerak. Bu yoqqa kel, qo'l berish kerak. Tezroq kiying, tezroq. Ular allaqachon kiyib bo'lishdi. Qarang. Ular bizdan birinchi boshlagandi. Siz hozir menga baqirdingizmi? Qani olg'a bo'la qoling, tezlashing. 자, 해군. Endi balonni ana bu yerga tushirish kerak. 우리 팀 진짜. 우리에게 승찬이 형이 야 있다. 우리 팀 진짜 조용. 우리에게 승찬이 형이 야 있다. 우리 팀 진짜 조용. 좀만 천천히. Kimsokchin jamoasi qirg'inlikni boshladi. Men jamoamdan faxrlanaman. Ular eng zo'r g'irromchi jamoa. Kiyib bo'ldingizmi? Tugatyapsizmi? Bo'ldingizmi kiyib? G'irromlik qilavermanglar, to'xtang. U kiyishni tugatdi, u tugatib bo'ldi. Tezroq, tezroq oting. 승찬이 던져. 간다. 아 이거 그거 어떻게? 더 빨리. 와. 미안해. Hoy, sen buni qo'lda qilding. Sen uni qo'lda solib qo'yding-ku. 됐어. 야 됐다. 달려라 삭진. 오, 그렇지. 그렇지. 달려. 가서 넣고 바로 가. 야, 내가 이겼다. Sandiol hech qisi yo'q, yutqazish ham yaxshi. Sizlar yutqazdingiz, battar bo'ling. Meni quchoqlama. Sizni jamoangiz faqat g'irromlik qildi. Endi bizdan ko'rasizlar. Biz g'irromlik qilmadik. Ikkinchi raund Super Tuna deb nomlanadi. Ya'ni Arkinos o'yini. Ikkinchi raundni boshlaymiz. Chap tarafdagi Sandioldan boshlaymiz. 네. 참치 잡아 참치. 슈퍼 참치. Qancha Arkinos? 5 ta Arkinos. 4 ta Arkinos. 2 ta Arkinos. 3 ta Arkinos. Qancha Arkinos? Xato, o'yindan chiqdingiz. Qancha Arkinos? 3 ta Arkinos. Nega turmadingiz? 3 ta dedi. Nega? Meni jamoam nega? Meni jamoamdan 2 ta ishtirokchi chiqib ketdi. Qancha Arkinos? 5 ta Arkinos. 2 ta Arkinos. Bitta Arkinos. 4 ta Arkinos. Nega siz turmadingiz? O'yindan chiqib ketdingiz, chiqing. Yana bitta ishtirokchi chiqib ketadi. Nima? U hammi? Nega? 저 친구가 없는 친구니까. Men yolg'iz o'zim qoldim. Jamoamdan yolg'iz o'zim qoldim. U jamoasidan faqat yolg'iz o'zi. 야, 잘해라. 화이팅! 참치 잡아 참치. 슈퍼 참치. Qancha Arkinos? 참치가 4 ta Arkinos. 참치가 팔다. 2 ta Arkinos. 참치가 팔다. 3 ta Arkinos. 참치가 팔다. 2 ta Arkinos. 4 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 ta Arkinos. 3 ta Arkinos. 3 ta Arkinos. 참치가 팔다. 팔라. 끝났네. Bu juda ham oson bo'ldi. 무슨 터지는 줄 알았어. Bu juda oson. 와, 야. Sen aqllisan.
Ikkinchi raundda ham Kim Sok Chin jamoasi g'alaba qozondi. Hozircha hisob 2-0. Uchinchi raund berilgan maxsus narsalar yordamida ko'zani suvga to'ldirish kerak bo'ladi. Bu yerga kelinglar, bu yerga. Kelinglar, biz ularni aldaymiz, g'irromlik qilamiz. 10:30ga borganda g'irromlik qilamiz, xo'pmi? Mayli qilamiz. Agar kimdir g'irromlik qilsa, uni jazolaymiz. Nima? Ular bizni eshitdimi? Ha, aniq bizni eshitishgan. Ular aniq eshitishgan. G'irromlik qilmoqchi edingiz-a? Yo'q, unaqa emas. Ular aniq g'irromlik qilishmoqchi edi. Bu nima? 뭐야 이거? Bu nima bo'ldi? 뭐야? Ularnikidan yaxshiroq shundaymi? 아 차와! Sovuq ekan. Suv sovuq. 아 차와 차와! 야 놓치면 안 돼! 잘 됐어? 됐어 됐어. 가자 가자. Hoy, Kim Sok Chin, bu qanaqa ko'rsatuv bo'ldi? 야 근데 이거 Biz buni qanday qilib to'ldiramiz? 가자. Ro'molchalarimizni ham qo'llab olishimiz kerak. To'g'ri, shunday qilamiz. 오케이. 이거 노래라도 넣자. 아 차와 차. 됐어 됐어 다 있어 다 있어. 야 지켜. 아 여기는 뭐야? 스펀지? 아 역시 똑똑하다. 너희들 손수건. 오케이. 형은 물을 지키고. 소중해. 왼쪽으로 돌고. 다 빨아들여. 하나, 둘. 가자. 아 진짜. Buni to'ldirib bo'ladimi o'zi? 힘들어. Maxsus narsa. Hoy, bu nima? Keling, bilmasdan ularnikini ag'darib yuborgandek bo'lamiz. Mayli, roziman. Ketdikmi? Yuring. 왔다 괜찮아. 안돼. Kechirasizlar, bilmasdan uni mazasi qochib qoldi, shuning uchun iltimos bizni kechiring, uzr. 지켜. 다들 마셔보자. Bilmasdan qildik, uzr. Maxsus narsa. Ko'zani ko'taringlar. Ko'taramiz qani. Biz juda ham qattiq charchadik. Umuman holim qolmadi. Ularda qancha qoldi? Biz ham ko'taramiz, vaqt oz qoldi. Bunga ruxsat bormi? 20 soniya vaqt qoldi. 20초. 아니 뭐야? 얼마나 잘했지? 와. 1 soniya vaqt qolganda shartlar o'zgaradi. Eng kam suv to'plagan jamoa g'alaba qozonadi. Eng kam suv. To'king, uni to'king. To'kib tashlang. Bo'la qolinglar, to'kinglar. Vaqt tugadi. Bizni nega bunga majburladingiz? O'yin natijalari shunday. Kim Sok Chin jamoasi g'irromlik qilganligi uchun Lee Sandul jamoasi g'olib. G'irromlik? Qanaqa g'irromlik? Biz eslay olmaymiz. Biz qanaqa g'irromlik qildik? Buni umuman eslay olmaymiz. Rostdan eslay olmaymiz. Qanaqa g'irromlik? Mayli, kelinglar, bir marta yuta qolishsin. Faqat bir marta imkon beramiz. Mayli, bir marta yuta qolinglar. Hali bizda o'yin bormi? Juda ko'p o'yin bor-a? Marhamat, keyingi o'yinga o'tamiz. 4-raund boshlandi. Bu juda ham chuqur emasmi? Bu juda chuqur-ku. Jin, charchamadingizmi? Yo'q, men 10 yildan beri shunaqa o'yinlar o'ynayman. Yigitlar charchamadik-a?
Biz juda zo'rmiz. 북한식 가면 안 돼. Birinchi borasanmi? Albatta. 내가 봤을 때 Unisiga sakraymi yoki bunisigami? Qaysi biri deb o'ylaysizlar? 오케이 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 도전! 고! 렛츠 고! 형 빠지는 거 아니야 이러다? 형한 방에 가. Chapga, chapga. Yo'q, to'g'riga borish kerak. Chapgami, to'g'rigami? Chapga buriling, chapga. Mana shu tarafga, ha, chapga. 보인다 이거. To'g'riga boray? Yo'q, chapga buriling. Men to'g'riga boraman. Ko'rdingizmi, u chapga borish kerak edi. Shu yerdan ham ko'rinib turibdi. Men his qilgandim. 자 갑니다. 아, 우리 찬스. 자 찬스. 상대팀. 화이팅 화이팅. 자 화이팅. 오른쪽. 오른쪽 오른쪽. 내가 왼쪽이야. 자. 왼쪽. 야 너무. O'ngami, to'g'rigami? O'ngami? 왼쪽 오른쪽. O'ngga boraymi? Bo'pti, uni o'ngga boraman. 왼쪽 가자 왼쪽. 빠지는 Bu juda ham yomon tuyg'u ekan. 야 너는 왜 Qanday qilib shunchalik sakrash mumkin? Endi qaysi tarafga? 하지 않을까? Chapgami, to'g'rigami? 난 여기서 한번 To'g'riga, to'g'riga. Yo'q, chapga. To'g'riga. Hoy, chapga deyapman, chapga. To'g'riga. Kim Sokjinga ishonmanglar. To'g'riga. Albatta to'g'riga bo'ladi, to'g'riga. 도전. 출발! 출발! 하나, 둘, 셋, 넷. 왼! 오른쪽 오른쪽 오른쪽. 네. 출발! 출발! 오른쪽일 것 같아 오른쪽. 미쳤다, 미쳤다. 오른쪽일 것 같아 오른쪽. 미쳤다, 미쳤다. 왼! 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 왼쪽! 왼쪽. 왼쪽. 빠진 거 Sen yiqildingmi? 뭐야? U yiqildimi? 안 빠질 것 같은데? 제가 너무 Men juda qattiq sakradim. U yiqilmadi, muvaffaqiyatli. Yiqilmabdi. 좋았어. 이상대팀 화이팅. Yutqazdikmi? 형 그다음 줄다리기. Hisob 2-2 final o'yini. 5-hal qiluvchi o'yin arqon tortish o'yini. Arqon tortish o'yini bugungi o'yinning finalini belgilaydi. Yutqazgan jamoa chuqurni to'ldiradi. Bu juda zo'r bo'ladi. Biz uchun qiyin. Yo'q, yutqazgan jamoa uchun qiyin bo'ladi. Yutqazganchi demoqchi edi. Biz yutqazmaymiz, biz g'alaba qozonamiz. Ular yutqazadi. Bu safargi o'yinda biz albatta g'alaba qozonamiz. 하나, 둘, 셋. 김성재 화이팅! 산들 화이팅! 붙어야 돼. 앞에 붙어야 돼. 천천히. Ular bir xil chiziqda yutqazishadi. 저기 잘못됐어. 자, 잠깐만, 잘 쓰다가 내 뒤에 발 숨으면 돼. 꼽아. 지면 죽는다. 한번 꼽아 이렇게. 눕는다. 누워! 승찬이 형, 야! 나 내려간다. 누웠는데. 오케이 좋아. 야! 나 들어가. 자 시작. 하나. 뒤로 가라. 야, 나 내려가. 뒤로. 나도 가고 싶은데. 발 움직이라고 발. Men tushib ketyapman. Jinni tortamiz, jinni torting. 얘들아, 나 먼저. 이형 죽은 것 같아요. 지야, 구해줄게. 이 형 죽은 것 같아. 살려줘. 쳐잖아. 그만 때려. Bo'ldi, to'xtang. Biz yutqazdik. Biz rozimiz, yutqazdik. Jin, to'xta. 야, 힘으로. Qanday qilib u yerga borib qoldingiz? Qanday qilib u yerda qolib ketdingiz? 야, 너네 왜 Sizlar qanday u yerda, men bu yerda? Bunday bo'lishi mumkinmi? 모르겠어요, 저희도. Men rostdan ham xuddi Arkinos kabi aylandim, ko'rdingizmi? Qanday qilib u yerga borib qolganimni umuman tushunmadim. Yigitlar, har doim ham super yulduz bilan ko'risholmaysizlar. Bu haqidagi fikringiz qanday?
Bugungi kun qanday bo'ldi? Marhamat, o'z fikringizni aytinglar. Bo'ling. Bugungi ko'rsatuv juda ham ajoyib bo'ldi. Bugun maza qilib dam oldim va super yulduz bilan ko'rishdim. Bu juda ajoyib bo'ldi. Men birinchi marta super yulduz bilan ko'rishim. 즐거운 추억. Biz bugun maza qilib o'yin o'ynadik. Bundan keyin iltimos sohilga kelsangiz, qutqaruv jalitlarini kiyishni unutmang. 구명조끼 착용 꼭 야. Nima qilyapsiz? Bizni jamoamiz yutqazdi axir. Nima qilyapsiz? Men jaket kiyish ekanligini ogohlantiryapman axir. Biz boshida yutayotgan jamoa edik, oxirida esa yutqazgan jamoa bo'ldik. Uzr so'rayman. O'yin juda ham qiziqarli bo'ldi. Nega biz yutqazdik-a? Nega? 아니 지금은 Biz hozir chuqurga tushdik, lekin hali tepalikka chiqamiz. Albatta tepalikka chiqamiz. 올라가세요. Tuyg'u so'zining ma'nosini bilasizlarmi? 오케이 오케이. Ularning kayfiyati juda ham yaxshi. Biz bugun faqat bitta epizodda ko'rishdik, lekin sohil xavfsizligi doim sizlarning yoningizda bo'ladi. Biz yutqazdik, shuni bilasizlarmi o'zi? Bu gaplarni aytishni shunchaki juda ko'p kutgandik-da. Shunga meni YouTube kanalimga obuna bo'linglar va bildirishnomalarni yoqib qo'yinglar, xo'pmi? Obuna bo'linglar. Men ham oxirida bu gaplarni aytishni kutdim axir. Mening YouTube kanalim juda zo'r. Sizlarni yaxshi ko'raman. Obuna bo'linglar. Sohil xavfsizligi sizlarga sovg'a tayyorlab qo'ydi. Marhamat, buni qabul qiling. Hoy, bizni ismimiz yozilgan ekan. Rostdan ham bizni ismimiz bormi? Qaranglar. Bu juda zo'r, rahmat. Men buni mashinamni oldi o'rindiqqa qo'yib qo'yaman. Buni yostiq sifatida ishlatsam bo'ladimi? Nima deysiz? Albatta. Rahmat. Uni kiyimiga qaranglar. Bu qutqaruv jaketlari. U qutqaruv jaketlari kiyib qutqaruv jaketi kiyishni unutmang. 잘 채우고. 자, Bugungi Rambites ko'rsatuvi tugadi, lekin Rambites hali davom etadi. Bizni kuzatishda davom etinglar, xo'pmi azizlar? Rambites eng zo'r ko'rsatuv. 달릴 겁니다. 달려라. Bizda belkuraklar bor, marhamat. Biz rostdan shu ishni qilishimiz kerakmi? Rostdan chuqurni ko'mamizmi? Nega yutqazdik-a? Xayr, biz ketdik, yaxshi ishlang, xayr. Hoy, Sandiol, to'xta. Ovqatlanishga boramiz, kutib tur, to'xta. Buni rostdan ham ko'mamizmi? Shuning uchun ham ko'rsatuvni tez tugatdim-da. 아, 우리 Biz buni qachon ko'mib bo'lamiz? Bu juda katta-ku. Bizda ekskavator bor emasmidi? O'shani topaylik. 내일을 만들기 위해 땀. 아, 매워. 매워. Rostdan ekskavatorni topib berish kerak. 아 리얼이었네. 진짜 리얼이다 이건. 거봐 줄다리기는 안 된다니까. 그 전에 이겼. Bu g'irromlik qilganimiz uchun bizga jazo bo'ldi. O'zi nega g'irromlik qildingiz? G'irromlik qilmanglar degandim sizlarga axir. 미안합니다. G'irromlik qilishni o'zingiz boshladingiz-ku. Men bugun shuni tushunib yetdim. Dunyoda insofsizlar juda ko'p ekan. Juda ko'p insofsizlar bor. 자 여러분. Yigitlar, biz maxsus ekskavatorni chaqiramiz. Ketishingiz mumkin.